Salom do'stlar, sizlar bilan men bugun mana hozir Craftlandda birga bir headshotdan prank qilamiz. Yani 7 yilga qoldirib 807 ga yetib ketishga harakat qilamiz. Tayyorlikni boshladik. Boshlashimizdan oldin like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Mana o'zi kiryapti. Yani uzun yaptığımı kullandım olamaz. Auswählt. Böyle. Yine pranklar. Aşağıda turağımız. İlk Elimde gittiğin olga içinde kol veremiz. Kollarımız şimdi. Prank kollarımız şimdi. Kollarımızı normalde video buladı. Lekin like bilan podpiskani bosib qo'yish islardan chiqmas. O'zi 2-0. Yani 5 shot. Team yaptı bu. Şuraya. Ot. Buraslar. Yine yangilandı. O'shanga bize o'zi master edik. Bize bir almaslarga tushiradimi deb o'ylab o'tirgandik. Lekin platina 5 ga tushirdi. Shuning uchun Kibraytni o'ynadim. Yana 3 shot. Mana 2 shot qoldi. Hozir oxirgi shot mana. O'zingni o'ynash boshlaymiz. Ko'ramiz, yutoramiz, yo'q. Shu videoga o'zlaringiz kommentariyada undan necha baho bergan bo'lardinglar yozib qoldiringlar. Normalni intiqqa o'ti. Qolib kommentni to'ldirib tashlaylar. Mana biz comeback'ni boshladik. YouTuber hozircha comeback'ni boshlash hali. Agar shu video sizlarga yoqsa, like bosib qo'yish, jalkamasi bosib qo'yinglar, like. Tamam, berdaman. O'zlar mana comeback boshlandi. 2 807 ga yetib ketishimga ishonaman. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar 807 ekanini yutib ketaman. Hozir mana 5 round
bilan chiroyli comeback channelni like bilan podpiska sizlarni. Ana do'stlar, bolaymiz comebackni to'xtatib qolish, videoni buzish bo'yicha emas. Mana do'stlar, shu video headshotlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bilan podpiskani bosib qo'yishingizni arzu qilaman. Mana hozir headshot beramiz. Hozir va mana headshot. Do'stlar, sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Shu yil oxirigacha 500 ta bo'laylik. O'zi shu yilgacha 100 ta bo'lmoqchi edi, ushlamadik. Endi yana hali 1 yil bor. Bugun 1-yanvar, ro'pparasi 1 yil bor. Qo'limizdan keladi. Sizlardan iltimos qilaman, yangi yilgacha 500 ta bo'laylik. Agar birga yoki birga o'ynamoqchi bo'lsanglar, hozir ekranlaringizda ID chiqadi. O'sha IDga dublyga tashab qo'yib, shu videoni kommentariyasiga tashladim deb ismlaringizni yozib qo'yinglar. Men olaman, birga o'ynaymiz. Mana do'stlar, mana 8 va 7 ga yutdik, ko'rib turibsizlar. Balani